Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tiri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlaridagi o'rnini bilib olsak qanday? Nazim nog'ra challadi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yegili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina. Gulning liviga berib qolgina. Hay budek keyin, mengishing qiyin. Nima ko'rsang yeb, qolsan keyin. Ketmen chapar dadila. O'tin terar onila, qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolalar. Kichik do'st, siz yuqorida ikki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa nani qo'ysak, ana bo'ladi. A, ne, ana, ana. Tiyin bilan kepinak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'irni etib qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'irga yaqinlashibdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'irni tashlab etdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurga nay yiqayotganligini, qizir pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning og'zini qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishibdi va Boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasan qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bunday ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. "Endi qanday qilaman?" deb so'rabdi tiyin ochchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni apirib joyiga qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini to'nganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ili meni. Ular tiyin boyi tashlayotgan nag'irning qishiga kelganda, tiyin kepinakka "Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin." deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsha aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinak kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz qilgin şad. Shunday qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Keyin kepinakka nag'irni egisiga olib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi.